Hurmatli Ishtixonlik yurtdoshlar, Botir akam Ishtixonlik arxitektor akamiz. Esingizda bo'lsa, bundan oldingi videoda intervyu shaklida o'zlarining proyektlarini ko'rsatgandik va hozir biz Nuroboddamiz va navbatdagi o'zlari chizib egalariga topshirgan proyektni ko'rib turibsizlar. O'zlaridan hozir qisqagina intervyu olamiz. Botir aka, ushbu proyektimiz qurilishi boshlanganiga qancha vaqt bo'ldi va nima o'zgarishlar bo'ldi? O'shalar haqida qisqacha to'xtalib o'tsangiz. Bu obyektimizni qurilganiga 1 yildan oshyapti. 2024-yilda bahor oyi boshlarida boshlagandik. Tushunarli. Hozir bu nima sifatida ishlatilyapti ushbu obyektimiz? Bu dam olish, o'sha sanatoriya sifatida ishlatilyapti. Hozir buni noldan o'sha chizilishigacha, mana bu tashqi fasad, ichkari ko'rinishlari har bittasini o'zingiz loyihalashtirib chizib chiqqansiz, to'g'rimi? Shunday. Mana shunaqa zdaniya qurdirmoqchiman. Deylik bir biznesgami yoki boshqa sohaga. Men nima uchun misol sizga o'xshagan arxitektorlarga murojaat qilishim kerak? Bizga nima uchun murojaat qilinadi? Bunaqa zdaniyalar bir kishi yoki bitta oilaga mo'ljallanmagan bo'ladi. Bular bunaqa zdaniyalar jamoat uchun mo'ljallangan bo'ladi. O'shaning uchun mutaxassis bilan kelishib, mutaxassisga qildirgani yaxshi. O'zi miyasida bunaqa katta zdaniyani qilish juda qiyin. Ustalarga topshirsa, men misol ustalarni yerga urishaman, ustalar ko'rganini qilib ketadi. Bizlar lekin polni hamma narsani hisobini olamiz. Chunki har bitta odamda o'ziga yarasha xarakteri bor. O'sha xarakter evaziga buni ichi tashqi ko'rinishlarini chiroyli qilib berishimiz kerak. Odamga komfort, qulaylikni juda ham zo'r qilib berishimiz kerak. Tushundim. Ya'ni ortiqcha pul ketmaydi demoqchi. Santimetrma-santimetr har bitta deylik ishlatilayotgan material hisobga olinadi. Ortiqcha xarajat, ortiqcha narsaga pul ketmaydi. Hozir bu oshxona qismi, oshxona qismidamiz. Misol bu ovqat tarqatadigan joy, kirish bu yerdan ham, bu orqa tarafdan ham qilib berganmiz, qulaylik uchun. Bu tarafda lechebniy xonalari joylashtirib berganmiz. Lechebniy xonaga ham bu yerdan ham kirsa bo'ladi, orqa tomondan ham kirsa bo'ladi. Shunday, hovli tomondan kirib, yuqorida yotoqxona ham bor edi. Yotoqxonani ham bitta ko'rib chiqaylik aka. Demak, bu yuqori asosiy qismimiz. Bu yerda nimalar joylashgan bo'ladi shunaqada? Bu yerda asosiy kirish qismimiz, oshxonaga tushadigan zina, tepa etajlarga chiqadigan zinalarimiz joylashgan, mana shu koridor bo'ylab yotoqxonalarimiz joylashgan. Mana shu ikki tomon ketgan hammasi yotoqxona, bemalol pastga bu yerdan ham oshxonaga tushsa bo'ladi, yotoqxonaga ham chiqsa bo'ladi. Hurmatli ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatayotgan kuzatuvchilarimiz, agar sizga mana shunaqa ideal darajadagi proyektlar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizni Ishtixonlik Botir akamizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Buning uchun ekraningizda turgan Telegram, Instagram yoki telefon raqamlariga to'g'ridan-to'g'ri Botir akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Sizlarga malakali va sifatli xizmat ko'rsatadi. Tanlovda adashmang.